Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi Humo fermer xo'jaligining rahbari Ismonov Sharofiddin bo'laman. Fermer xo'jaligimiz 2026-yil qishloq xo'jaligi yilida 50 gektar yerga g'o'zani Xitoy navi 87 navini ekkanmiz. Bu ko'rib turgan maydonlaring g'o'zani 87 navi plyonka ostiga ekilgan. Paxtani biz 21-mart kuni ekkanmiz. Mana bugungi kungacha mana hosillarimiz yetarli. Oldinlari biz fermer xo'jaligimizda ko'p yillardan beri faoliyat yuritgan bo'lsak, asosan o'z bilganimizcha ish qilardik-da. Hosilimiz 24-25 dan oshmas edi. Biz faqat diqqat qilsak, bosh og'riq bo'lardi xolos. Hozir mana ilmga yondoshib, rahbarlarimiz bergan ko'rsatmalarga, topshiriqlarga amal qilib, fermer xo'jaligimizda ilmga yondoshib, bu yilgi 2026-yilda to'liq ilmga yondoshib o'tkazyapmiz. Biyacharida hozir Jramrit va hurmatli qishloq xo'jaligi vazirimiz bergan topshiriqlarga asosan bergan ko'rsatmalarning hammasini amalda isbotlab sinab kelganligimiz uchun mana hozirgi kunda paxtalarimiz to'liq ochilish fazasiga keldi. Sababi bizni paxtamiz erta bu. Asosan etefon bilan ishladim. Endi hozir mana ikkinchi etapida agron bilan ishlash niyatimiz bor. Hozir topshiriqlarni oldik. Ilmga yondashsak ham bo'lmasligini mana sezilib turibdi. Ko'rinib turibdi mana dalalarimizdan 100% paxtamiz to'liq, bo'y basti ham hamma yo'g'i joyida, mashina terimga tayyorlik holga kelyapti hozir. Mana o'tgan yillari, oldingi yillarda biz o'sha arzimagan 17-15 sentner uchun talashayotgan bo'lsak, endi 70-80 100 ko'zlayapmiz hozir. Ilmga yondashsa, albatta, mana bu yilgi yilda etifonni 1-avgust kuni sepgan bo'lsak, biz 1,5 litrdan sepdik hektariga. Hozir o'sha birinchi etapda chiqqan 4.2 10 ta korobkani olganda, hozir o'sha 6.3 ga chiqdi. Oradagi farq o'sha 2.1 bo'lyapti. Biz 21, balki 25 sentner hosilda shunda qo'shib olyapmiz hozir. Bu degani ilmga yondashsa odam kam bo'lmaydi degani. Albatta ilmga yondashinglar, O'zbekistonimizda paxta bo'ladi, qilamiz.